Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz o'tgan darsimiz mavzusi sonning bo'lagini yoki qismini tepish. Kelasi bo'lagi bo'yicha sonni tepish. Bu ikki mavzuni bugungi darsimiz o'tadigan bo'lamiz. Qanday ketdik? Sonning bo'lagini yoki qismini tepishni nima qilamiz? Yetaylik. 20 degan son berildi. 20 ning 4'tün 3 kısmını qanday 20'nin 4'tün 3 kısmını tepish kerak. Bunu tepishning mundaq yo'llari bor. Onun uchun biz 20'ni tepmeden 4'ga bölüp chiqqan javobni 3 ga yo'qotsak bo'ladi, ko'paytirsak bo'ladi. Yoki 24 ga bölsek 5, 5 3 ko'paytsak 15 bo'ladi. Buni biz dastlab kasrlar o'tgan vaqtda buni hisobdan chiqqan bo'lgandik. Yani bugungi darsda birdilla 20'nin 4'ün 3 qismini birla amal bilan qanday tepish bo'ladi. Qoidada mundaq deydi. Sonning qismini yoki bo'lagini tepish uchun sonni mush loyiq kasrga ko'paytirish kerak. Demak, qoida bo'yicha 20'nin 4'ün 3 qismini tepish uchun 20'ni 4'ün 3 ga ko'paytamiz. Qaydani yana bir qadim qaydalab beray. Sonning qismini tepish uchun sonni mush loyiq qismga yoki kasrga ko'paytirish kerak. 24'ün 3 ko'paytsak, o'zaro qisqaradigan sonlar bor. 20 bilan 4 o'zaro qisqaradi. 4 qisqartsak bu yoqqa 1 dan bu yoqqa 5 ni tegdi. Kasr qilsaymiz, maxrici 1, sürtü 5 7 3 15. 15'ni 1'ga bölsek 15. Mana javobimiz her ikki жағдайда bir xil chiqdi. Bu yerda 15, bu yerda 15. Shuning bilan sonning qismini tepish uchun sonni mush loyiq qismini qilsak ko'paytirish kerak. Kelasi misol. Endi 20 sonning 3,12 dan 1 qismini tepinglar deydi. Onun uchun qilamiz, mush 20 sonni 3,12 dan 1 qilamiz, qoida bo'yicha ko'paytirib beramiz. Teng 20 öz biçazımız arla sanı noto'g'ri kesirga aylantirish kerak. Demak, noto'g'ri kesir aylantirgan vaqtida maxrij öz biçi yozildi. 3 ni 13 ko'paytsak 36, 1 ni qo'shsak 37. Endi bu yerda qisqaradigan sonlar bor. 20 bilan 12 ni har ikkilisini 4 ga qisqartqil bo'ldi. 12 4 qisqarsam 3 ni tegdi, 24 qisqarsam 5 ni tegdi. Teng kasrsiz saymiz. Maxrij 3 bizda 5 ni 37 ko'paytsam 185 bo'ldi. Endi 185'ni 3 ga bölme. 185'ni 3 ga bölsem 61 бүтін çıkıdı. Maxrijini köçürümüz. Bu yoqqa 3 qaldığı 2. Şuna cevabı 61 бүтін 3'tün 2. Kelesi mundaq misal qarashtiraylik. Tavuzning 10'dan 9 bölegi su. 15 kilogram tavuzning necha kilogramı su deydi. Demek bu yerda tavuzning 10'dan 9 bölegi su bo'lsa, qanday tavuz bo'lmasin? Yani 15 kilogramlık tavuzda neç kilogram su deydi. Demek 15'nin 10'dan 9 bölügini qilishimiz kerak, tepishimiz kerak. Onun için 15'ni şu 10'dan 9'ını qilamiz, ko'paytimiz. Teng 15 ve 10 her ikilisi 5 qisqaradi. 5 qisqarsam 2'den, 5 qisqarsam 3'ni tegdi. Kasrsiz sayma 2'ni öz biç köçürme, 3'ni 9 ko'paytsam 27. Teng bu noto'g'ri kesirni aralasan aylantiramiz. 27 ni 2 ga bölsek 13 бүтін chiqadi. Maxriji 2 ni ko'chirma, qoldiğı 1 ni surti yozma. Shu vaqtida 15 kilogramning 13,2 dan 1 kilogramı nimki su. Javobi 13,2 dan 1. Kelesi bizde mundaq misal. Dukanға 6 taldan selingan vilka ve qo'shiqlar bar, jami 80 korobka ip kelindi. Endi her bir korobkada 6 taldan ki barliq 80 korobka. Biroq biz bilmaymiz qancha korobka vilka, qancha korobka qo'shiq. Endi mana shart qo'yadi. Vilklar qo'shiqlarning 3'tün 1 qismidek. Idek degan so'z bu yerda qismidek degan ma'noni bildiradi. Dukanға necha vilka va qo'shiq ip kelindi. Qanday mush misolni yechib ko'raylik. Yeshish deymiz. Gap nim to'g'ri bo'ldi? Vilka va qo'shiq to'g'risi bo'ldi. Demak yozamiz vilka qo'shiq. Endi qaranglar. Vilklar
qo'shiqlarning 1/3 qismidek. Demek bu yerda nima tushuninglar bo'ldi? Qo'shiqlarni 3ga bo'lib bir ko'paytganda vilka chiqdi. Yoki qo'shiqlarning 1/3 qismi u vilka. Demek nima tushuninglar bo'ldi bu yerdan? Qo'shiqlar ko'parak. Endi maxraj qancha? 3. Demek qo'shiqning udulg'i 3 deb biz qo'yay. Surti qancha? 1. Bu kimlar? Vilklar. Demek vilkaga 1 deb yozma. Mana. Demek qo'shiqlar barlig'i 3 qism bo'lsa, bu 3ning 3/1 qismi nima? Vilka. Bunu 3 talning 1 qismi vilka mana. Agar men 2 bo'lmasa, bu 2 deb yozadim. Endi mush yerdan biz qismlarni tuzgili bo'ldi. Demek vilka medimo qo'shiq. Endi qarama, 1 ga 3ni qo'shinglar qancha bo'ldi? 4 bo'ldi. Demek jami 4 qism. 4 qism. Demek 4 qismning vilga qana qismi? 4'ten 1 qismi. Qo'shiqlarchi 4'ten 3 qismi. Durustku 4 qaydan chiqdi yani jami necha qism? 1 ga 3ni qo'shsak 4 mana 4. Yani bu 3 sürdükil, bu 1 sürdükil. Bu məxrəcəki 4 mana bu geldi. Yani qarang demek Cemi bu barlığı. Endi barlığı biz qancha qo'shiq vilki var. Onu hesaplash uchun nima qilamiz biz? 6'ni 80 ga ko'paytamiz. 6'ni ko'paytamiz 80 ga. Qancha bo'ldi? 480. Bu biz barlığı cemi desek bo'ldi. Mana bu ma'nosi bo'yicha loyiq keldi. Cemi 4 qism, cemi 480 dal. Endi hisob chiqarsa bo'ldi. 480'ning 4'ten 1 qismi vilka. Demek qism deb ishim qilamiz 4'ten 1 ga ko'paytamiz. Teng 480 ni 4 qisqaraydi. 1dan 120 tegdi. Teng 1dan 120 ko'paytsak 120. 120 talmi vilka. Endi 480 ni ko'paytamiz qanchaga? 4'ten 3 ga. Nima deb uchun? Qo'shiqlar deb uchun. 480 ni 4 qisqaraydi. 1dan 120 tegdi. 123 ko'paytsak 360. 360 taldimi? Qo'shiq. Shunda hisobimiz mana kelib chiqdi. Kelesi bundaq bir misal qarashtiraylik. Məsələ hesab. Sınıfda 24 o'quvchining 3'ten 1 qismi deb biz qo'ydik yoki buni qismi deb tushungili bo'ldi. 3'ten 1 qismi a'lochi, 4'ten 1 qismi zarbador, qolgani o'rta o'quvchilar. A'lochi degan отличник, zarbador degan udarnik, o'rta degan bu troychniklar. Sınıfda necha o'rta o'quvchi bor dedi. Bu hisobni ikki turli yo'l bilan yechib ko'rsatamiz sizlarga. Birinchi usul. Vartalsa oluyor. Birinchi usulda mundaq qaranglar. 24'ni ko'paytimiz 3'ten 1 ga. Nima uchun? A'lochilar deb uchun. 24'ni 3'ten 1 ko'paytgan 24'ni 3 qisqaraydi. 1dan 8 tegdi yoki javob 8. 8 tal a'lochi bor ekan. A'lochi. Kelasi bizda ya'ni 24'ni ko'paytimiz qanchaga? 4'ten 1 ga. Kim deb uchun? Zarbador deb uchun. 24 bilan 4 qisqaraydi. 1dan 6 tegdi. 6 bo'ldi javob. Bu zarbador. Qisqartib biz qo'yay. Endi kimlarni tepishim kerak? Men o'rta o'quvchidan tepishim kerak. Demak 24'dan ivitman 8 bilan 6'ni qo'shib. Durustmi? Yoki 8 bilan 6'ni qo'shimiz deydi. Bu bizda a'lochi bilan zarbadorning qo'shimchasi. 24'ni alamiz 14'ni teng javobi 10 bo'ldi. Bu birinchi usul. Endi ikkinchi usul. Ikkinchi usul mundaq. Qaranglar. Sınıfda o'quvchilar mana bir duglak bilan ko'rsatay. Bu duglakning 4'ten 1 qismi 4'ten 1 qismi kimga bu? Bizda a'lochilarga. Kelasi bizda 3'ten 1 qismi kimga bu? Bizda qanday bir 3'ten 1 qismi bizda nimga? Zarbadorga. 3'ten 1 deb biz qo'yib bu zarbador. Endi bu qolg'ini kimga? O'rta o'quvchidan. Qolg'ini qana qismi bu 4'ten 1 3'ten 1 birga loyiq kasr qancha degan vaqtida onun uchun biz 1dan olamiz qanchani? 4'ten 1 ham 3'ten 1 ni qilib ivetsak bo'ldi. Teng. Barliq maxraj qancha? 12. 12 bir 12 tegdi. 12 4 ga bo'lsak 3 tegdi. 12 ga 3 ga bo'lsak qancha tegdi?
4'ün tegidi. Endi 12'ni yazma. Elingan 3, elingan 4. 3'e 1, 3, 4'e 1, 4. Tamam. 12 yazıldı. Bana etsem kaç oldu? 5 oldu. Endi demek 12'den 5 kısmı mana. Bu kimke? Bize orta o'qishlarga. Orta. 12'den 5. Demek mi 24'den 12'den 5 kısmı deyip şun. 24'den 12'den 5 kimi köpeytme. Tamam. 24'den 12 qisqaraydi. 1'den 2'den tegidi. 2'ye 5 qancha? 10. Demek 10 o'quvchi kimi bizde? Orta o'quvchilar. Orta. Demek bana 2 turga yo'lga chiqadik. Bu yerdan 10 chiqdi, bu yerdan 10 chiqdi. Qaysi bo'lsa o'ng'ay, shu yo'lda hisob chiqarsam bo'ldi. Kelesi bizde mundaq misal. İşçiler alma birde 4 günde 1600 kilogram alma terdi. Ular birinci günü barlıq alımının 4'ten 1 kısmını, ikinci günü qalğanının 3'ten 1 kısmı, üçüncü günü qalğanının 2'den 1 kısmı terse, qalğan almaların 4. gün terdi. İşçiler 4. günü qancha kilogram alma terdi deydi. Aldı bilen biz birinci günü qancha kilogram alma terdi şunu tip alaylık. Birinci barlıq alma 1600 qarama. Birinci günü barlıq almanın barlıq dağıdı dursun mu? Barlıq almamız qancha? Bizim 1600 kilogram. Barlıq alma 4'ten 1 kısmını dedi. Demek bu 4'ten 1 günümüz köpeytimiz. Tamam. 1600 4 qisqaraydı. 1'den tegidi. Bir 400'den tegidi. Cevabı 400. 400 kilogram bu qaysi günü? Birinci günü. 400 kilogram bu birinci günü. Endi qarama. İkinci günü qalğanının dedi. Qalğanın deyip dese demek biz qalğan alma deyip işimiz gerek. Biz barlığı 1600, onun 400 kilogramını birinci gün terse demek qancha qaldı bizde? 1200 kilogram bu bizde qalğan duruz mu? Qalğan. Muş qalğan kısmının 3'ten 1 kısmını ikinci günü terip buna. İkinci günü qalğanının 3'ten 1 kısmını ne söz? Demek 1200'ni köpeytimiz 3'ten 1'ge. Tamam. 1200'e 3 qisqaraydı. 3 qisqarsam 1'den 400'ün tegidi. Demek benim bu 400 oldu. Bu 400 kilogram bu qaysi günü? Bu bizde ikinci günü. İkinci günü. Endi qarama. 3. günü qalğanının dağıtıdı. Demek qalğan alım depiş gerek. Bize barlıq 1600 kilogram bolğan. Birinci günü 400'ün dedi. İkinci günü 400'ün teripti mana. Demek qalğan qancha oldu? 800 oldu. 800 kilogram. Endi 3. günü qalğanның 2'den 1 kısmını terse deydi. Demek muşu 800'ün 2'den 1 kısmı deyip şunu 2'den 1 köpeytimiz. Tamam. Qancha oldu? Özara qisqaradi. 2 qisqarsam 1'den 400'ün tegdi. Bu yoq 400 chiqdi. Bu 400 qancha günü bu? Bu bizde 3. günü. 3. günü. Terse qalğan almaların 4. gün terdi. İşçiler 4. günü neçe kilogram alma terdi. Demek qaramız bizde 1. gün ba, 2. gün ba, 3. gün ba. 4. gün tip işimiz 1600'den evitimiz barlıq küllerinin qoşuntısını yoki bir-birlep yesip bu 1. günü tegen alma, alımız 2. günü tegen alma, alımız 3. gün tegen alma qancha? Тоже 400. Yani barlıq evetse qancha bolsa 400 çıkıl cevabı. Demek bu bizde qancha günü? 4. günü. 4. günü. Demek şuna hesabımız cevabı 400 kilogram. Kelesi mundaq misal 90 metr raqning 5'ten 3 qismidan edin degan so'z qismidan deb o'qiymiz. Qismidan ko'ynak tikildi. Ko'ynak tikish uchun necha metr raq ishlatildi? Bu esa hech qanday qiyin emas. Demak 90 metrning 5'ten 3 qismini ko'ynakka ishlatdi. Mushu ko'ynakka qancha metr raq ishlatildi? Demak biz 90 ni nima qilamiz? 90'ның mushu 5'ten 3 qismini nima qilishimiz kerak? Tepishimiz kerak. Onun için 90'ın 5'ten 3'e köpeytimiz. 90'dan 5 qisqaraydı. 1'den 18 deydi. 18'i 3 köpeytsem 54. Demek 54 metr köynekке işletildi. Cevabı 54 metr. Kelesi mundaq misal qarama. Adil 300 betlik kitapның 15-4 qismini o'qib chiqdi deydi. Adil o'qimagan yana necha bet bor deydi. Demak, bu nima tushungili bo'ldi? 15-4 qismini o'qib chiqdi. Nimani so'radi? Adil o'qimagan, ya'ni qancha bet o'qilmadi deydi. Yeshish. Bu nima tushungili bo'ldi?
kitapni italik kitapning qana qismi o'qildi? 15'nin 4 qismi. Bu 15'nin 4 qismini mana bir surat orqali ko'rsatib beray. İtalik bu barliq kitap bize 300 bet. Bunun 15'ten 4 qismini nima qildi? O'qidi. O'qib bo'ldi. Gal chiqib qo'y. Bu yaxın texnik qildi, o'qilmadi. Endi yana o'qilmagan qancha bet bor deyapti. O'qilmagan. 15'nin 4 qismi o'qib bo'lsa, 15 qanday qismi, ya'ni qancha bet o'qilmadi deydi. Qanday qismimiz biz qancha bet so'rayapti. Onun uchun biz o'qilmagan betning qismini tepish kerak, durustmi? Qancha qismi o'qilmadi deb savol qo'yishimiz kerak. Onun uchun birdan evitimiz qanchani? 15dan 4ni. Chunki bu bizda o'qilgan, durustmi? Bu barliq nima uchun bir, bu butun qism. Yoki har qanday narsa paysalmagan vaqtida qismi tepilmagan vaqtda bir deb hisoblanadi. Birdan 15dan 4ni evitimiz. Birini 15dan 15 deb hisoblanadi bo'ldi. Chunki 15 15 bo'lsak 1 ilingan 15dan 4 teng 15'den 15 ile 15 4 15'den 11 oldu. Bu bizde nima qildi? 15'den 4 o'qilgan bo'lsa, 15'den 11 nima qildi? O'qilmagan. O'qilmagan. Demek barliq 300 betlik kitapning 15'ni 11 qismini nima qilishim kerak? Tepishim kerak. Demek sanning qismini tepish uchun mushu loyiq kasrga nima qilma? Ko'paytma. Demek 300'ni ko'paytma 15'den 11'ga. Yani bir yerde size 300'ni 15'ni 4 köpeytmeysizler. Çünkü bu 15'in 4'ni okup çıktı. Bırak nimi sorulsa da okulmagan da oturdu. 15'in 4'ni okup oldu. Demek 300'ni 15'ni 11 köpeytsek 300'ni 15 kıskaraydı. 15 kıskarsam birden 20 diyordu. 20 11 köpeytsem 220. Demek 220 betni texnik şey okuş gerek. 220 bet texnik okumdu. Okulmedi. Şöyle cevabı 220. Kelesi bizden ödediğin mavzumuz ikinci kısmı. Bölük boyunca san tepiş. Endi sanın bölügünü tapqana biz sanıymış layık kesirge ne qilgan yoki bölükü köpeytken. Endi bölügi boyunca sanı qanday tapamiz? Buni mana tushuntirib ketaylik. Bizde san o'zi belgisiz x deb qo'yaylik. Mushu sanning qanaqdir bir qismini tepildi. Adım böyle. O qanaqdır bir C sanığı teng. San özü bizim belgisiz dəslep. Onun qismi bilan mushu qismga loyiq san berilgan. İtayliq 5dan 3'i 12ga teng sanni tepinglar desa bizga 5'ni 3'i 12'yi teng deyip berildi. Demek san tepinglar dedim. Demek bir şey nima tushungili bo'ldi? Qandaqdir bir sanning 5dan 3 qismi 12ga teng. Demek qandaqdir bir sanimiz bizning x, durustmi? X. Onun 5dan 3 qismini qo'yibdi, tep qo'yibdi mana. Demek tep qo'ydi degan so'z bu 5dan 3ga ko'paytib 12 уже kelib chiqdi degan so'z. Mana sanimiz yani belgisiz. 5'ten 3 kısım tip üçün. 5'ten 3 köpeği çekse bilse kaydı boyunca 12'ye teng. Demek bu 12'nin tip koydu. Eki 5'ten 3 kısmı 12'ye teng deydi. Demek bu san tip şey dese bu san tip üçün. Yani x tip üçün ise bilse 12'ni 5'ten 3 kimi kılımız bölümümüz. Ya ki 12'ni köpeğitimiz kaçı ki 3'ten 5 eksi sanға teng bol. 12 ile 3 kıskarıydı. 1'den 4'ten teng kaçı 20. 20'nin 5'ten 3 kısmı 12'ye teng. Demek bu şey neyim çengeli boldu. Bölügi boyunca sanı tip üçün. Demek sanın bölügün tip koygan bolsa, sanın mana bölügi, muş bölüge layık sanı tip koygan bolsa, sanı muş layık kestirdim kış gerek, eksince bölüş gerek, mana bölüş gerek. Demek bunu bir dıllı ne yazgın boldu dedi? 12 bölüngen 5'ten 3 degen bolsak, yani 12 köpeytilgen 3'ten 5 boladi. Kısqıratdı 4'ten 4'den 5 20 bir dıllı yol be izvetkili boladi. Demek kayda mundaq deydi kitapta yazılgan. Bölük boyunca san tepish üçün sanni mush layık bölekke kesirge bölüş gerek. Biroq bu yerda qaranglar, sanın qismini tepish gerek. Hem bölük boyunca san tepish gerek. Bu ikki turli narsa. Bu yerda ajratib olish uchun ma'nosiga biz cho'nqur cho'kishimiz kerak. Bu yerda bölügi boyunca. Demak, bölügi nima qo'ydi? Tepib qo'ydi degan so'z.
Qiyinroqda mana bir misollarni ko'rsatib beray sizlarga texnik tushunish uchun. Bunda hisoblaydi. 3'tün 1'i 10'ga teng, 1,2'den 1 qismi 15'ten sağlanan tiplanadi. Demek 3'tün 1 qismi 10'ga teng. Demek 3'tün 1 qismi qo'l tip qo'ydi. O qanchaga tengi? 10'ga tengi. Demek bu yerda aksincha mu bölügi bo'yicha berilgan dastlabki sanimizni tepishimiz kerak. Demek onun uchun bu bizde bölügi, bu bölekke layık san. Eki 3'tün 1 bölügi tip qo'ygan qanchaga? 10'ga tengi. Demek bölük boy san tip uchun aksincha 10'ni bölümümüz qanchaga? 3'tün 1'ga teng. Qancha bo'ldi? 10 ko'paytirilgan 3'tün 1'ga eksan 3 teng qancha? 30. Bu birinchi usul. İkinci usul bunu mundaq chiqargan bo'ldi. Bizga san o'zi belgisiz. Onun 3'tün 1 qismi tepish uchun 3'tün 1'ga ko'paytganda qancha chiqibdi? 10 chiqibdi. Demak x tepish uchun 10'ni bölümümüz 3'tün 1'ga teng 10 ko'paytirilgan 3 bo'ldi teng qancha? 30. Mundaq ikki yo'lda chiqargan bo'ldi. Kelesi 1,2'den 1'i 15 teng. Demak qismini tepib qo'ydi. Demak 15'ni aksincha bölümümüz 1,2'den 1'ga. Bölgende teng 15'ni yazma. 1,2'den 1 noto'g'ri kasrlantirma. Bo'lingan 2'ni ko'chirma. 1'ni 2 ko'paysam 2, 1'ni qo'shsam 3. 2'ni 3'ga bo'lamiz. Teng 15 ko'paytirilgan qancha bo'ldi? Eksan 3'tün 2. Qisqaraydi o'zaro 5'ni tegdi. 5'e 2 qancha? 10. Demek cevabı 10. İkinci usul ben çıkarıp vereyim şunu. Demek san öz bizde belgisiz. Onun kana kısmı tipti 1,2'den 1 kısmı tipti. O kança gidenki? O 15 gidenki. Demek x tip için 15'ni bölümümüz 1,2'den 1'ge. Bana özellikle koyduğun kança çıktı bir cevabı bizde 10 çıktı. Bunda iki yolda çıkargalı oldu. Karanlık keres bunda hesap. Tiktor bulğunun uzunluğu 7,2'den 1 metr. Bu kengliğinin 1,2'den 1 kısmı denk. Demek hesap boyunca piramit tepish kerak. Qaranglar. Yeshish. Bizda uzunluq qancha gidenki? Uzunluğu qancha gidenki? 7,2'den 1 teng. 7,2'den 1 metr. Kengligi-chi? Kengligi. Kengligi bizda belgilikmi? Yo'q, belgisiz. Kengligining 1,2'den 1 qismi 1,2'den 1 qismi kengligi bizi belgisiz x. Mush x'ning strelkaga ko'rsatib beray. 1,2'den 1 qismi qanchaga tengki? 7,2'den 1'ga tengki. Demak, kenglik bizga belgisiz durusmi? Biroq mushu belgisiz sonning 1,2'den 1 qismi 7,2'den 1'ga tengki. Demak, benim tepilgan sonning qismi tepilib qo'ydi. Demek böyle bölük boyunca sanımımız tapmaz. Demek 7,2'den 1'ni bölümümüz 1,2'den 1'ge teng. Aralashmalarni noto'g'ri kesirlantirish kerak. 2'den 7 2 14 1'ni qo'shsak 15 bölüngen 2'ni yazımız 1'e 2 2 1'ni qo'shsak 3 teng. 2'den 15 ko'paytirilgan qancha bo'ldi? 3'ten 2. Qisqaraydi 1 5'ten bu o'zaro 1'dan qisqaraydi. Teng. 1 bo'ldi, 5 bo'ldi. Javob qancha? 5. Demak biz nima topdik? Kengligini topdik. Kengligi 5 ga teng. Demak, piramid tip uchun uzunluq va kenglikni qo'shib 2 ko'paytamiz. Uzunluq bizga 7,2'den 1. Qo'shilgan kengligi bizga 5 teng. Bunga ko'paytirilgan qancha? 2. Her ikkalasi qo'shsak 12,2'den 1 bo'ldi. Ko'paytamiz 2 ga teng. Noto'g'ri kesirlantiramiz. 2 ni yazamiz 1'e 2. To есть 12 2 ko'paytsak 24, 1'ni qo'shsak 25. Ko'paytirilgan qancha? 2. 2 bilan 2 qisqaradi, javob qancha? 25. Demek perimetr qanchaga teng? 25 ga teng. Mana bizning bu hisobimiz kelib chiqdi.